Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun siz bilan maqsadli auditoriya mavzusini o'rganib chiqamiz. Agar siz reklama bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, bu tushunchani yaxshi bilish juda muhim. Chunki maqsadli auditoriya bu sizning mahsulot yoki xizmatingizga qiziqishi mumkin bo'lgan odamlar guruhi deb hisoblanadi. Darsimiz oxirida siz reklama to'g'ri odamlarga ko'rsatilishini qandoq qilib o'rganib olsa bo'lishini aniqlashtirib olasiz. Maqsadli auditoriya o'zi nima? Maqsadli auditoriya deganda sizni mahsulot yoki xizmatingizni sotib olish ehtimoli yuqori bo'lgan odamlar guruhi deb hisoblanadi. Misol uchun, agar siz bolalar kiyimlarini sotayotgan bo'lsangiz, sizning maqsadli auditoriyangiz yosh bolali ota-ona bo'ladi. Agar siz sport kiyimlarini sotsangiz, sport bilan shug'ullanadigan yoshlar va o'rta yoshdagi odamlar. Ularni aniqlash orqali siz reklamani aniqroq qila olasiz. Nima uchun maqsadli auditoriya bilish kerak? Nima uchun bu tushuncha juda muhim? Chunki har bir reklama uchun byudjet cheklangan bo'ladi. Agar siz reklamangizga hamma odamlarga ko'rsatib tashlasangiz, ko'p mablag'ingiz behuda sarflanib qoladi. Keling misol ko'rib chiqamiz. Siz bolalar kiyimlar sotish kerak. Reklamangizni yosh bolasi bo'lmagan odamga ko'rsatsangiz, foydasi bo'lmaydi. Biroq agar siz maqsadli auditoriya to'g'ri aniqlashtirdingiz, reklamani faqat yosh bolali ota-onaga ko'rsatgan bo'lsangiz va bu narsa sizning mablag'ingizni, ya'ni reklama byudjetingizni tejab qoladi. Keling hayotiy misol ko'rib chiqamiz. Agar siz restoran egasi bo'lsangiz, sizning maqsadli auditoriyangiz restoran yonida joylashgan odamlar, ya'ni yashash joyi atrofida bo'lgan. Kechki ovqatni yaxshi ko'ruvchilar. Agar siz fitnes zaliga ega bo'lsangiz, sizning auditoriyangiz sog'lom turmush tarzidagi qiziqishga ega bo'lgan sport bilan shug'ullanuvchi yosh va o'rta yoshdagi odamlar. Onlayn ta'lim xizmatlarini sotayotgan bo'lsangiz, bizga o'xshab sizning auditoriyangiz o'qishi va yangi narsalarni o'rganishni yaxshi ko'ruvchi talabalar va yosh mutaxassislardir. Mana shu misollarni ko'rib turganimizdan keyin har bir biznes turi uchun maqsadli auditoriya farq qiladi. Ularni to'g'ri aniqlashtirish orqali siz reklamangizni ancha yaxshiroq qila olasiz. Xulosamizga keladigan bo'lsak, bugun biz maqsadli auditoriya nima ekanligini aniqlashtirdik. Qanchalik muhimligini ham tushundik. Bu bilimlar sizga reklamani to'g'ri odamlarga ko'rsatib, natijangizni uncha-muncha yaxshiroq qilish yordam beradi. Aynan shu CTR, CPM va CPS metrikalarimiz yaxshi bo'lishi uchun siz maqsadli auditoriyani to'g'ri tanlashingiz kerak. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.